Uyg'ur olimi Tatatung'a Chingizxon va Chag'atay davrida o'tgan buyuk Uyg'ur olimi, mashhur pedagog, istidodli ma'muriy boshqaruvchi, Chingizxon qurgan hokimiyatning dunyoviy imperiyaga aylanishida Tatatung'adek ko'plagan Uyg'urlarning to'pisi zo'r bo'lgan. Yeziq her qandaq bir millatning milliy madaniyatining qutlug' simvoli bo'lib qolmasdan, balki shu millat milliy ma'rifining eng asosli tayanch quroli. Uyg'urlar yolg'izla Markaziy Osiyoda yeziq tarixi eng uzun shonli madaniyatlik millatlarning biri bo'lib qolmay, yana dunyo bo'yicha eng burun yeziq qo'llangan va dunyoda tunji matbaani kashf qilgan oz sondagi shonliq madaniyatlik eng qadimgi xalqlarning biri edi. Yaqinqi 2000 yildan beri Markaziy Osiyo, Jiroq Sharqiy Osiyo, Shimoliy Osiyo va Sharqiy Yevropalarda hokimiyat va xonliq yeziqi sifatida ko'p asrlar izchil ishlatilgan qadimgi Uyg'ur yeziqi hozirgi zamondagi yeziqlardan ko'p asrlar burun maydonga kelgan. Masalan, Rus, Ukrain qatorliq Slavyan xalqlari hozirgacha doim faxrlanadigan Rus Slavyan yeziqini milodiy 855-yili 5-oyning 25-kuni Slonikda tug'ilgan ikki Yunnonlik aka-uka ijod qilib bergan. Slavyanlar har yili bu kunni alayda xotirlab kelmoqda. Uyg'urlarning mustaqil yeziqqa erishish tarixini Oqsepil xarobisi, Kroran xarobisi, Niya xarobisi, Taklimakan xarobilari, shundaqla Xotan rayonidagi boshqa qadimiy xarobalardan tepilib, turlik muzeylarda saqlanayotgan qadimki yozma yodikorliklarni asos qilib turib, eng kechikkandimi milodidan burunqi 3-4 asrlarga so'zishqa bo'ladi. Tatatung'a Moğol madaniyatiga zo'r ta'sir ko'rsatganligi uchun tarix batlarida alayda hurmat bilan xotirlangan. Moğollarning maxfiy tarixidagi xotirlarda Tatatung'a haqida mundaq bayonlar bor. Tatatung'a ilgari g'arbiy qismga joylashgan Nayman xonligida Tayanxonning muhr boshqaruvchi vazir bo'lgan. Shuning bilan birga pul mol, ozuq-tulik va yem-xashaklarni boshqargan. Tatatung'a bilimlik, aql-farosatlik, so'zman kishi bo'lib, Uyg'ur yeziqini hammadan pishiq bilatdi. Shuning uchun u Nayman xoni Tayanxonning ordusida e'tiborlab ishlatilib, Tayanxon tarafidan davlat ustozi deb ataldi. 1204-yili Tömürchin kuchlik Moğol qo'shinini boshlab, bir hujum bilan Nayman qabilasini munqariz qildi. Tayanxon eg'ir yaralanib o'lib ketdi. Uning vazir uzra, to'qal banulari va qo'mondan askarlari taraf-tarafga qochib ketdi. Bu cho'ng xonliq shuning bilan to'liq halok bo'ldi. Nayman xonliqining muhr boshqaruvchi vaziri bo'lgan Tatatung'a Nayman davlatining oltin muhrini elib qochdi. Ammo u yanada Moğol qo'shini tarafidan qo'g'lab tutilib, Chingizxonning chediri oldiga elib kirindi. Chingizxon Tatatung'aning qobiliyati borligini xeli burunla anglagan bo'lib, uni bu qitim o'zi bevosita so'roq qilmoqchi bo'ldi. U Tatatung'aga tikilib turib, Naymanlarning butun tuproqi va puhrolarining hammasi menga taalluq bo'ldi. Sen oltin muhrni elib qochib, nima qilmoqchi eding? deb so'radi. Tatatung'a tamkinlik bilan javob berib, oltin muhrini o'lgicha saqlash mening majburiyatim. Men jinim bilan bu muhrni saqlab, burunqi podshohim Tayanxonning menga bergan muhr saqlash vazifasini ado qilaman. Navoda u hayot qolgan bo'lsa, qo'limdagi amonat bo'lgan oltin muhrini allaburun o'z egasiga qaytarib beratdim. Menda qandaqmi boshqa o'y-xiyollar bo'lsin, deb javob berdi. Chingizxon bu ma'nilik gaplarni anglagandan keyin o'yga cho'mib, sen haqiqatan anlig'inimdek bir sadoqatman vazir ekansan,
dedi. Chingizxon yana "Sen saqlagan bu oltin möhrning qanday roli bor?" deb so'radi. Tata To'nga javob berib, davlat xazinasidan oshliq elish, xon ordusidagi muhim kishilarni vazifaga tayinlash qatorliq muhim ishlarning hammasida oltin möhrini tamg'i o'rnida ishlatamiz, dedi. Chingizxon Tata To'nganing deganlarining to'liq asosi bor deb qaradi. Chunki Chingizxon qobiliyatli kishilarni nihoyatda e'tiborlaydigan hukmdor bo'lib, bu qitim tashabbuskorlik bilan Tata To'ngani o'ziga xizmat qilishga qoyil qilib, uni ordu vaziri va xon ordusining mo'r boshqurg'uchi bosh vaziri qilib tayinladi. Tata To'nga Chingizxonning mard, samimiyligi va jasoratidan ta'sirlanib, xo'shal holda bu vazifalarni qabul qildi. Shuningdan tortib, Tata To'nga Chingizxonga ergishib, Mo'ng'ul davlati uchun butun kuchini bag'ishlagan. U keyingi hayotida Chingizxonga sadoqat ko'rsatib, uning ishlari uchun barliq kuchini sarf qilgan. Shuningdan tortib, saltanatlik Mo'ng'ul davlatimi har qaysi davlatlarda doim ishlatiladigan mo'r boshqurish andizisini qo'llanib, xon ordusi mo'ri orqali har xil cho'ng ishlarni loyiqida o'z qo'li bilan bir taraf qilgan. Bo'libmi 1206-yili To'mirchin rasmiy holda Chingizxon deb atilib, Bozqir xalqining qog'oni bo'lgandan keyin u hukmronlik qilish, davlat boshqurish va barliq harbiy ma'muriy ishlarda olim Tata To'nga ijod qilgan Mo'ng'ul yeziqiga tayangan. Chingizxon uni Uyg'ur yeziqini ishlatib, Mo'ng'ul yeziqi ijod qilib chiqishga buyurgan bo'lib, Tata To'nga bu mushkul vazifani qabul qilgandan keyin o'zining cho'nqur Uyg'ur tili asosi va mo'l bo'lgan Mo'ng'ul tili bilimlariga asoslanib, o'zining aql parosati va qetirqinib tadqiq qilish ro'yiga tayinib, eng oxirida Uyg'ur harfi asosidagi Mo'ng'ul ilifbalik yeziqini ijod qilib chiqqan. Tata To'nga ijod qilgan Mo'ng'ul yeziqining barliqqa kelishi, Mo'ng'ul millatining ittifoqligi, muqimligi va milliy uyushish kuchini kuchaytirishda muhim rol o'ynagan. Shuning bilan birga Mo'ng'ullarning milliy madaniyatining taraqqiyotiga yaxshi asos solgan Mo'ng'ul yeziqining barliqqa kelishi Mo'ng'ul davlati tarixidagi ijodiyatga aylangan. Mo'ng'ullarning o'zining yeziqi bo'lgandan keyin Chingizxon ondan Jasoq qonunini mazkur yeziqda to'liq yozdirib, orqama-orqa e'lon qilgan. Tata To'nga Mo'ng'ul yeziqini ijod qilib, 30 yildan keyin Mo'ng'ul millatining tarixi va til adabiyotidagi o'lmas asar Mo'ng'ullarning maxfiy tarixiy yeziq shaklida barliqqa kelgan. 1229-yili Chingizxonning 3-o'g'li O'gdayxon Mo'ng'ul qog'onligiga varislik qildi. Tata To'nganing xon ordusiga bo'lgan sadoqatmanligi va O'gdayxonga yeziq va bilim o'rgatgan buyuk ustozi bo'lganligi tufaylidan qolgan O'gdayxonmi Tata To'ngani davomli e'tiborlab ishlatib, uni davomli xon ordusining oltin möhri va davlat xazinasidagi oltin, kumush, unchi marvoyit, qimmatlik jipak va kimxoblarni boshqarishga tayinlagan. Mo'ng'ullar tunji qitim bosh ko'tarib chiqqan dastlabki mezgillarda Uyg'urlar madaniyat saviyasi va boshqa yumshoq sohalarda yayloq xalqlardan necha hassa ustun saviyada taraqqiy qilganligi ham qo'shni Mo'ng'ullarning tilini bilganligi, Jimqay, Tata To'nga qatorliq Uyg'ur siyosiyon aqillarining yordami va ittifoqlashishi sababidan Uyg'urlar Mo'ng'ullarning qalbida muhim o'rinda turmasdan, yana Mo'ng'ullar qurib chiqqan davlatlardami muhim vazifalarga qo'yildi. 1603-yildan 1664-yillargacha yashagan Xiva xalqining podshohi Abulg'ozi Bahodir xon o'zining tarix kitobida Uyg'urlar ichida xeyli ko'p kishilar ko'p xil yeziq o'qiy oladi. Ular hisoblash va divon boshqarish ishlariga nihoyat usta.
Chingizxonning keyingi navirlarining hokimiyatida Mavraun Nahir, Xurason, Iroq qatorliq joylardagi moliya amaldorlari va divan amaldorlarining hammasi Uyg'urlar edi deb yozgan. 13-asrdan 15-asrgacha bo'lgan vaqtda Yevro Osiyo cho'ng quruqligini kesib o'tgan saltanatga ega bo'lgan Oltin O'rda xonligi, Markaziy Osiyoda putirab turgan Chag'atay xonligi, Mo'g'ul dalosidagi O'g'day xonligi, Iron va Anatoliyadagi Ilxonlilar xonligi va Mavraun Nahirdagi Tömür imperiyasimi Uyg'ur yeziqini hukumat yeziqi qilib ishlatgan. Tatatonga ijod qilgan Uyg'ur yeziqi asosidagi Mo'g'ul yeziqining Mo'g'ullar tarafidan qabul qilinishi Mo'g'ullarning tarixi va Uyg'urlarning madaniyat tarixidagi muhim ishga aylangan. Chunki bu yeziq Mo'g'ullar tarafidan qabul qilingandan keyin Mo'g'ul sulolasining madaniyat taraqqiyotini ilgari surish rolini o'ynab qolmasdan, yana keyingi Mo'g'ul millati, Manju millati va Shiba millatining yuksalishi, rivojlanishi va madaniyat taraqqiyotiga muhim to'p qo'shgan. 16-asrda Tatatonga ijod qilgan Uyg'ur yeziqi asosidagi Mo'g'ul yeziqidan foydalanib, Manju yeziqi, Shiba yeziqi ijod qilinganda, bu xil yeziqmi Manjular va Shiba millati tarafidan umumyuzlik qabul qilingan. Qadimki Uyg'ur yeziqi asosidagi Mo'g'ul yeziqi 14-asrning boshlarida keyingilar tarafidan isloh qilinib, yezish, o'qish, grammatika va tovushning to'g'riligi jihatda kun sari texmi mukammallashib, 800 necha yildan buyon Mo'g'ullar tarafidan uzluksiz ravishda ishlatilgan. Buningdan Tatatonga ijod qilgan Uyg'ur yeziqi asosidagi Mo'g'ul yeziqining Sibiriya, Manjuriya, Koreya, Yaponiya, Xitoy, Tibet, Hindi va boshqa Yevro Osiyo xalqlarining dunyoviy va mahalliy yeziqlarga bo'lgan cho'nqur ta'sirini ko'rib olg'ili bo'ladi. Shundaq deyishki bo'ladiki, Uyg'ur olimi Tatatonga tashabbus qilgan muhr tamg'i tuzumi va u ijod qilgan Uyg'ur yeziqi asosidagi Mo'g'ul yeziqi, Mo'g'ul qog'onligi, Mo'g'ul imperiyasi, Yuan sulolasining qurilishi va Mo'g'ul millatining tarix, madaniyat taraqqiyotiga zo'r ta'sir ko'rsatgan. Shuning uchun Tatatonga Mo'g'ul millatiga zo'r ta'sir ko'rsatgan danglik Uyg'urga aylangan. Mong'oliya hukumati 2020-yili 3-oyning 18-kuni Mo'g'ul yeziqi davlat planini rasmiy ma'qullab, 2025-yildan boshlab qadimgi Uyg'ur yeziqi asosidagi Mo'g'ul yeziqini to'liq asliga keltirishni qaror qildi.